Assalomu alaykum. Oldingi darsimizdan boshlab qanaqa qilib oqimlar yordamida parallel dasturlashni amalga oshirish to'g'risida gaplashishni boshlagandik. O'tgan darsimizda oxirida qanaqa qilib runnable degan interfeysni bajargan holda, runnable interfeysdan foydalangan holda threadni yaratish va uni ishga tushirishni o'rgangandik. Bugun threadlarni yaratishning ikkinchi yo'li bo'lmish thread degan klassdan nasl olgan holda oqim yaratishni o'rganamiz. Thread klassidan nasl olgan holda yangi oqim yaratib va uni ishga tushirish uchun eng birinchi navbatda yangi klass ochib olaylik. Yangi klass ochib, u ochgan klassimni nomini misol uchun oqim deb nomlayman. Oqim deb nomladim. Yangi klass ochdik. Endi bu klassning nomidan keyin extends deb yozamizda, shu yerga thread deb yozishimiz kerak. Extends thread deb yoziladi. Extends thread deb yozganimizdan keyin xuddi oldingi darsimizda qilganimizdek public void run deb yozamiz. Keyin endi oqimimiz bajarilayotgan vaqtda nima ish qilishni nazarda tutilgan bo'lsa, xuddi shu ishlarni run metodining ichida yozishimiz kerak. Misol uchun sys out deb yozib, enterni bossam sistem out printlanadi deb yozib beradi o'zi. Qo'shimcha ichiga oqimdan salom deb yozsam misol uchun. Endi main metodiga kelganda oldingi darsga o'xshab bitta qatorda qilib ko'raylik. Misol uchun oqim deb turib, shu bilan dasturimiz nihoyasiga yetdi. Endi hozir men kodni ishga tushiradigan bo'lsam, oqimdan salom degan yozuvni ekranga yozib chiqaraverdi. E'tibor bergan bo'lsanglar, oldingi darsimizda ham, hozirgi darsimizda ham yaratilgan oqimimizni ishini bajartirish uchun biz oqimni start degan metodidan foydalanyapmiz. Lekin savol tug'ilishi mumkin. Shu ikki xil usul bilan oqim yaratish bor ekan. Mana o'tgan darsda interfeysdan oqim yaratgandik, interfeysdan foydalanib implement runnable deb yozgandik extend thread o'rniga. Bu safar bunaqa deb yozib oqim yaratdik. Mana shu ikkala yo'lda qaysi birini ishlatib oqimni yaratgan maqsadga muvofiq degan savol tug'ilishi mumkin. Bu savolga javob shuki, oqimlarni yaratishda runnable interfeysdan foydalanib oqim yaratgan maqsadga muvofiq. Chunki implement runnable deb yozib oqim yaratgan vaqtimizda biz xohlagan klassimizdan nasl olishimizga ham imkoniyat bo'ladi. Hozir misol uchun e'tibor bergan bo'lsanglar, bu yerda extend thread deb yozib qo'ydim. Endi Java'da klass yaratayotgan vaqtda faqat bitta klassdan subklass qilish mumkin. Faqat bitta klassdan nasl olgan holda klass yaratish mumkin. C++ ga o'xshab bir vaqt o'zi bir nechta klassdan nasl olish mumkin emas. Demak, agar biz runnable interface deb turib oqim yaratsak, undan keyin extends deb turib birorta klass nomini yozib, ham bir vaqt o'zida klass yaratishimiz ham mumkin, oqimli klass ham yaratishimiz mumkin. Ham shu bir vaqt o'zida xohlagan bir boshqa klassimizdan nasl olishimizga ham imkoniyat bo'ladi. Lekin hech qanaqangi nasl olmaydigan oddiygina dasturlar bilan ishlagan vaqtimizda ikkinchi usulimiz mana extend thread deb ochgan usulimiz qo'l keladi. Bu threadlarni o'rganishimiz davomida biz ko'proq shu birinchi usuldan foydalangan holda dasturlarni amalga oshirmoqchimiz. Thread klassi oqimlarni boshqarish uchun bir nechta foydali usullarga ega. Bu ma'lumotlar bilan ta'minlovchi statik metodlar yoki oqimlarni holatiga ta'sir o'tkazuvchi metodlar bo'lishi mumkin. Xudo xolasa bu usullarning ba'zilari bilan tanishishgan. Bu foydali metodlardan bittasi, misol uchun thread klassini slave degan metodi bo'lib, bu metod bu joriy oqimni ko'rsatilgan millisekundlarga to'xtalib turishini ta'minlab beradi. Bu metoddan foydalanish orqali boshqa oqimlarni yoki boshqa jarayonlarni tezroq amalga oshishini ta'minlash mumkin. Ya'ni
bu straight sleep metodi orqali joriy oqimni uxlatib qo'yib turib, bu uxlab turgan vaqtdan foydalanib boshqa jarayonlar yoki boshqa oqimlar o'zining ishini tezroq bajara olishi mumkin. Chunki biz shu usul orqali joriy oqimni uxlatib qo'ygan vaqtimizda bu oqim mikroprosessorni egallab turgan joyi o'z-o'zidan bo'shaydi. Bu bo'sh joydan boshqa oqimlar yoki boshqa jarayonlar bemalol foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Sleep metodini ikki xil ko'rinishi bor. Ikkalasi ham o'ziga bitta argument oladi. Argumenti birinchisida to'xtalish vaqtini, kutish vaqtini millisekundlarda ko'rsatish mumkin. Ikkinchi sleep metodidan foydalanib, kutish vaqtini nanosekundlarda ham ko'rsatsa bo'ladi. Kutish uchun ko'rsatilgan vaqtlar nihoyatda aniq bo'lib bajariladi. 10 sekund kutishni ko'rsatsak, aniq 10 sekund kutadi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Chunki bu kutish vaqti hisoblanish yo'l-yo'riqlari javob yurta almashining o'rnagan operatsion tizimga ham bor. Bundan tashqari uxlash vaqti boshqa metodlar orqali bu uyquga xalaqit qilib qolishi ham mumkin. Bu uxlash vaqtiga ta'sir ko'rsatishda keyinchalik xudo xolasa ko'ramiz darsimiz davomida. Lekin har holda hozir siz bilishingiz kerak bo'lgan muhim narsalardan bittasi straight sleep metodiga ko'rsatilgan vaqt hech qachon nihoyatda aniq bo'ladi deb hech kim tomonidan kafolatlanmagan. Kelinlar endi straight sleep metodidan foydalanib qanaqa qilib kod yozishni bir qator ko'rib chiqaylik. Bitta massiv ochib olaylik. Misol uchun string deploy bo'lsam, string massiv o'shancha qiymatlar beraman unga. Birinchisi aytaylik, birinchisiga echki maysa yeydi. Ikkinchisiga misol uchun qo'zichoq maysa yeydi. To'rtinchisiga aytaylik, kuchuk non yeydi. Beshinchisiga bolalar ham non yeyishadi. Shu bilan hozir mana 4 elementli massivim tayyor bo'ldi. Endi monomakdan enter tashlab qo'ysak, ularni ham tuna surib qo'ysak, dasturimizni mana ko'rinishi sal tushunarliroq holatga keladi. Endi mana massivda yaratib bo'ldik. Undan keyin bitta sikl ochamiz. Mana sikl ochamanda int i barobar 0 dan boshlanib i kichik bo'lgan vaqtda massivda uzunligidan i'ga bir qadam berib siklda bajarilishni boshladi. 4 soniya kuttiraylik. 4 soniya kutamiz. Undan keyin 4 soniya kutish uchun biz sleep degan metoddan foydalanib shu yerga 4000 deb yozishimiz kerak, chunki har mingimiz 1 soniyaga hisoblanadi. Xabarni chiqaramiz. Xabarni chiqarish uchun cout deb yozamizda ekka massivda ikkinchi elementini yozib qo'ydik. Lekin bu yerda nimagadir straight sleepda hozir noto'g'ri deyapti. Noto'g'ri deyotganligining sababi straight aslida exception tashlaydi. Istisnolar, dan tashqari degan ma'noni bildiradi. Boshlang'ich video darslarida tushuntirgandim. Ashundan tashqari degan narsalarni istisnolarni tashlaydi. Hozir mana throw declaration nimasiga yozib qo'yadigan bo'lsam, bunga o'zidan-o'zi throws interrupted exception deyapti. Ya'ni sleep metodidan foydalanayotgan vaqtimizda shunaqangi exception tashlab qo'ymasak, dasturimiz xatolik beradi. Endi straightni ham yozishimiz shart emas. Dasturni boshdan boshlab yana bir qator tushuntirib chiqay. Main metodi o'zining ichida straightni sleep degan metodidan foydalanayotganligi uchun buni throws interrupted exception deb yozib qo'ydik oxiriga. Main metod ichida main usulni ichida massiv e'lon qildik. Massivimizni 4 ta boshlang'ich qiymatlar tayinladik. Echki maysa yeydi, qo'zichoq maysa yeydi, kuchuk non yeydi, bolalar ham non yeyishadi.
Massivni ochib qo'yganimizdan keyin sikl boshlayapmiz. Siklimiz 0 dan boshlab massivni uzunligigacha, ya'ni 4 gacha davom etadi. Endi 4 soniya kutish uchun threadni sleep degan metoddan foydalanyapmiz mana. 4 soniya kutish uchun 4000 deb yozdik. 1000 deb yozganimizda 1 sekund kutadi, 1 soniya kutadi. 4000 deb yozsak 4 soniya kutadi. Endi xabarni ekranga chiqarish uchun sistema out printlanib deb turib massivda int elementini yozib qo'ydim. Endi agar men hozir kodni ishga tushiradigan bo'lsam, har 4 sekundda bir bizning massivimiz elementlari boshdan-boshlab birin-ketin ekranga chiqishni boshlaydi. Bu dasturda biz tushunmay qolgan bo'lishimiz mumkin bo'lgan bitta narsa mana shu interrupted exceptionda throws deb yozib qo'yganimiz bo'lishi mumkin. Bu mana shu interrupted exception, ya'ni bu istisno, qachon bizni oqimimiz uxlab yotgan vaqtda kimdir kelib turib uyqusiga xalaqit bersa, shu istisnoni tashlab yuboradi. Dastur shu istisnoni o'tadi. Shu bilan oqimlar to'g'risida gaplashishda keyingi darsimizda davom etkazamiz. Keyingi darsimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.